farq. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men biza kechikib qoldim. Hozir shu idoradan udullam kelishimdi. Shuningga har bu bugun oyoqda Afg'onistonlik qarindoshlarningki bir masalasi bo'yicha bir yig'inga o'xshash narsa bo'yib biza qalaymiqanka bu yoqqa o'tib guvohligimni berib chiqib ketay dedim. Mening ismim Tug'liq Hamish, Shvetsiyaningki poytaxti Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiyaningki fuqarosi. 2009-yili Shvetsiyaga kelgan. Men navbatda Xitoyningki turmusda nohaq yetayotgan opam bilan dadamga erkinlik talab qilish uchun Xitoyga bo'lgan qarshilik norozimni boshlab Shvetsiya parlamentning oldida mana 2 oydan oshdi namoyishimni qilyapman. Biz faqat kuchim yetmagan kunlari kelib, bir 10 minut, 15 minut bo'lsin turib, bir ikki shuar to'lab, buningdan keyin guvohligimni berib chiqib ketyapman. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kun tug'ilgan. İli oblastlik telegraf idorasidan dam olishga chiqqan. Opam Saodat Bovdin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kun tug'ilgan. İli oblastlik İli mehmonxonasiniki qatnashninki bo'limdan dam olishga chiqqan. Bular 2017-yili 1-oyning 27-kuni İli oblastlik bexatarlik saqlash tarmoq tarafidan tutib ketilib, G'oljidagi po'zda qonunsiz 2 yil tarbiyalash bo'lgan. Undan keyin tağlarımni chaqirtib, opam dadamni 5 yil kesayotgan, undan keyin 18 yil og'zaki kesim qilgan. Sotning qog'ozi yoki bir hukmnomasi qo'limizda yo'q, ammo og'zaki kesim qilingan 18 yil. Lekin shu kesimnoma bo'yicha hozirgacha kuchga ega bo'lib, hozir dadam İli oblastniki Kunastiki turmusida, opam bo'lsa Bayandagi turmada jazo muddatini o'tayotir. Bular beguna insonlar. Bularningki kesilib ketishinki sababi bo'lsa, birinchidan meningki Shvetsiyaga o'qishga kelganlikim, ham mishada panohlik tilagan siyosiy faoliyatlarga qatnashgan deb Xitoy hukumati shuni tutib turib, undan keyin 2014-yili Turkiyaga kelib bolasi bilan ko'rashgan degan banolar bilan opam dadamni kesayotgan. Shundan bilan birga dadamning dadasi Abdurahmon Abduremajim 2019-yili vafot bo'lgan chaqda dadamni bir kunmi meyitniki namozni uzishga yoki meyitni dadasini ko'rishga qo'yib bermagan. Qarindoshlar, ahvolimiz shu darajada ichinishli. Men garchi bu yerga kechikib chiqib qolgan bo'lsam-mu, meningki sababdan birinchisi 2017-yili 3-oylarda odamni G'o'ljiniki, Tinqobiyniki 2 yosh bola chaqirtib, mening to'g'risimda bo'lganligi shundaqla fikringizga yetkazib qo'ying deb, seningki kasabtingga afkarcha ashaga chiqib panohlik tilabsa deb men aniq dedi. Shun bu gaplarni dang dedi, boshqa gaplarni demaydigan gaplar bor, lekin ba'zi narsalarni ko'rib kelganligini aytdi, lekin nima narsalarni ko'rganligini ham men bilmayman. O ma hozirgacha hamda shu deganni dang deganni dedi. Undan keyin shu meni adam kontrol qilib keldi. Undan keyin 2018-yili 4-oyning 27-kuni Belgiyada namoyish bo'ldi. Undan keyin undan qaytib 4-oyning 28-yili 8-kuni shu adam o'tirishliq rayondagi saqchilar menga zaharlangan degan batman bilan adamni o'qishga kirib chiqdi. Hozirgi ahvoli yaxshi adamningki. Uning da hozir yaxshi adamningki ahvoli. Bu narsani to'g'ri deyishim kerak. Yana ertagan yana qarindoshlar yana chiqib, voy bu meyada opam dadam da tatdi, yo'q, adam da tatdi. Men adamni kirmadi demadim, men kirdi. Chiqdi. O yaxshi hozir. Shuni lekin meningki bechora opam dadam hozirgacha Xitoyniki qarang'u zindonlarda yerim osh, yerim to'q yotgan ko'plar qanday o'zimni tasavvur qila olmayman. Oqshommi yotgan chaqda
bir tallam benzin seplam o'zim yetib eqib yarim soatdak chidamadim, keyin karavatimni ustida ichib ketdim. Shunday qilish orqali o'zimga kunda kuch to'plab, energiya to'plab, Xitoy hukumatiga qarshi namoyishimni texmo to'xtatib qo'ymaslik uchun, texmo jangovar bo'lishim uchun mening salomatligim, ota-onamning omonligi, meningki nimamniki, o'zimniki yaxshi turib berishim, ota-onamniki, adamniki omonligi deb men har kuni o'zimga shundaq savollarni qo'yib, shundan qarab ketyapman. Bu yerda meningki endi shu hozircha men jiqqa haqqim yo'q. Chunki birdamdan keyin men tunugun bir materiallarim tepib ketib yaqinlanmay qoldim. Meylaroq uyga berib, juyinib tamoqlarimni yeb bo'lgandan keyin azroq bir so'zim bor. Shuni so'zlayman, undan keyin qarindoshlar ba'zi masalalarni tushundi. Shundaq. Undan keyin ba'zi bir qarindoshlarningki o'zininki kallasiga o'zi ega bo'lib, ota-onasiga ega chiqishini bosgan shu qadamlarningki hargizmi bekor ketmaydiganligiga men qarindoshlarga tavsiya qilman. Men garchi kechikib chiqib qolsammi, qanday sizlarga tarbiya qilish nimasida emasman, ammo chiqsanglar yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Chiqqandan keyin bilasizlar har kuni ang bo'lmadi degan chog'da vijdoninglar yengillab bo'lsa-mu qoladi. Ondan keyin Yevropadagi parlament a'zolariga xat yozinglar. Beijingdagi Yevropada o'zinglar turayotgan davlatning bosh konsuliga xat yozinglar. Hamda asosda bular ishga chiqyotdi. Medialar bilan gaplashib, bosidaga yerlarga besib qilinglar qarindoshlar. Hozir Afg'onistonning ishi bilan o'zimizning ishi qilib ketyotdi. Biz boshqalarning ishiga ko'ngil bo'lmay, xalqning qandaylar bo'lmasin, zimini va tuproqi va o'zimizning ishiga ko'ngil bo'laylik qarindoshlar. O'zimizning dardi o'zimizga yetib ashidi. Shu Turkiyada o't ketgan chog'da talay qarindoshlar, kesh o'tni chiqardinglar. Mushu Afg'onistondan shuganim kesh, mushnangal esib olinglar. Vatanimizning ichida o't ko'yotdi qarindoshlar. Ota-onamiz Xitoyningki zindonlarda, dafsam davlatda o'tib ketib bordi. Shuningga qarindoshlar, o'zimizning qarindoshlariga avval ega chiqib, o'zimizning dardini hal qilib, o'zimizdan ishongandan keyin boshqalar qilsa bo'ldi. Manda aytib aytgan chog'da bir tijorat qilgan odammi, boymi o'ziniki mulki falonchiga borgandan keyin uningki saxovat o'rinlarini ichib, uningki saxovat ishlarini qiladi. Bir gadoy odam nima ish qila oladi qarindoshlar? Shundan o'xshashli ish. Hozir bizning o'zimizning ahvoli shunchalik og'ir. Biz o'zimizdan ishga ko'ngil bo'laylik. Manda bir iliqi yozmalar chiqsa o'qib, analiz qilaylik. Manda burmalangan nuqtalar bo'lsa, sizab tahlil qilaylik. Hozirgi dunyoning vaziyatida bizning ishimiz muhim bir nimalarning ichida ketyapti. Shuningga qarindoshlar, boshqa cho'ng ishni qilmasanglarmi, mushu ota-onaningki parlamentning oldida turib, ota-onani izlaydigan dunyoviy safarbarlikni qilib, mushu butun dunyoniki diqqatini yana qo'zg'ab, es tashlig'ini qilib, ota-onalarimizni, urug' tuqqanlarimiz bakchi qarindoshlarning batiq yetayotgan tek chiqmadi. Bular aldab qo'ydi, meni mojiq aldab ketdi. Men bu to'g'risida kashta to'xtalaman. Hozir gapim yo'q. Shuningga qarindoshlar, ota-onamizga ega chiqaylik. Men Xitoy hukumatiga shuni demoqchiki, Xitoy hukumati mening ota-onam beguna. Beguna yavaş yashagan insonlar. Bu Xitoy hukumati o'zingga ayon. Shuningga sen ota-onamni tezdan shartsiz o'rlik chiqarib, bu bovay momaylarningki oxirgi umrningki tinch yashashiga sen sharoit qilib berishing kerak. Buni ham men sendan shaxsiy talab qilaman. Unda bo'lsa qarindoshlarga rahmat, kashqaroq ko'rishamiz hamsa.